Bir daqiqada buxgalteriya mini kurs 12-qism. Videoni yo'qotmaslik uchun saqlab qo'ying. Bugun sizlar bilan asosiy vositalarga eskirish hisoblashni o'rganamiz. Asosiy vositalarga eskirish hisoblayotgan paytimizda 4 xil usuli mavjud, lekin biz asosan buxgalteriyada to'g'ri chiziqli usuldan foydalanamiz. Sababi soliq organlarida hisobot topshirayotgan paytimizda aynan to'g'ri chiziqli usulda hisoblangan eskirish summalarini xarajatlar sifatida ko'rsatish huquqiga egamiz. O'shaning uchun to'g'ri chiziqli usuldan foydalanamiz. Bu Soliq kodeksining 306-moddasida belgilangan har bitta asosiy vositaga o'ziga belgilangan foiz stavkalari mavjud. O'sha foiz stavkalarda eskirishni hisoblaymiz. Eskirishni hisoblaganimizda shotlar rejasida 0220 bino inshootlarining eskirishi, 0230 da esa mashina asbob uskunalarini eskirishini, 0240 mebellar, 0250 kompyuterlar, 0260 transport vositalarini eskirishini yuritamiz. Eskirish shotlari hammasi kontraktiv shotlar hisoblanadi va ular har doim kredit tomonga yoziladi. Kreditda ko'payadi. Darslarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling va buxgalteriyaga qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.